Assalomu alaykum. Matematika 5-sinf baxshi daftari va darsliklarini yechishda davom etamiz. Hop, darsligimizda 160-betdagi mavzuyimiz 6-bob. Ikkita miqdorning nisbatiga doir matnli masalalarga kelgandik. Hop, qarang va o'rganing. Birinchi misolni ko'raylik. Katakdagi tovuq va o'rdaklar soni 40 ta. Demak, umumiy soni 40 ta, ulardan 16 tasi o'rdak ekan. Hop, tovuqlar nechta? Birinchi savol. Ikkinchi, tovuqlar sonini o'rdaklar soniga nisbatini topishimiz kerak ekan. Nisbatni qisqarmas shaklda yozing. Ya'ni iloji boricha kichkinaroq sonda yozishimiz kerak. Hop, birinchisi, tovuqlar soni nechta topib olish uchun, demak, umumiy tovuq va o'rdaklar bilan birgalikdagi sonidan o'rdaklar sonini ayirib tashlashimiz kerak. Mana umumiy 40 ta sondan o'rdaklarning 16 tasini ayirib tashlasak, tovuqlarning soni chiqadi 24 ta ekan. Hop, keyin tovuqlarni o'rdaklarga nisbati deyapti. Demak, tovuqni o'rdakka nisbati. Birinchi tovuq, keyin o'rdak yoziladi. Tovuqlar soni mana tepada A variantida topdik 24 ta, o'rdaklarniki berilganda 16 ta. Lekin buni qisqarmas shaklda yozish uchun ikkalovini ham bir xil songa qisqartirishimiz kerak. Mana bu yerda ko'rsatilgan 24 bilan 16 ni eng katta son bo'lgan 8 ga bo'lsak bo'ladi. Undan katta songa ikkalovi ham bo'linmaydi. Demak, ikkalovini ham 8 ga bo'lib olindi. 24 8 ga bo'linsa 3, 16 ni 8 ga bo'lsa 2. Demak, tovuqlar sonining o'rdaklar soniga nisbati 3 ga 2 nisbatda ekanligi topildi. Hop, ikkinchi misolimiz 12 ta ko'k va 18 ta qizil qalam bor. Hop, birinchisi, ko'k qalamlar sonini qizil qalamlar soniga nisbatini topishimiz kerak ekan. Ko'kni qizilga, demak, birinchi ko'k aytilyapti, ko'k yoziladi, keyin qizil aytilyapti, demak, keyin qizil yoziladi. Ko'klar 12 ta edi, 12 yozdik. Qizillar 18 ta edi, 18 yozdik. Qizil qisqarmasga keltirib oldi. Ikkalovi ham, demak, 18 bilan 12 6 ga bo'linadi. 12 ni 6 ga bo'ldik 2, 18 ni 6 ga bo'ldik 3. Demak, ko'k qalamni qizil qalamga nisbati 2 ga 3 nisbatda deb kichkinaroq son bilan aytsak bo'ladi. Keyingi topshiriq, demak, qizil qalamlar sonini jami qalamlar soniga nisbatini ham topishimiz kerak ekan. Hop, qizil qalamlar soni berilgan 18 ta, jami shu berilgandan qo'shib topsak bo'ladi. 18 ga 12 30 bo'ladi. Demak, 18 ta qizil, 30 ta jami qalamlar soniga nisbati 18 ga 30 nisbatda. Buni ham qisqarmas ko'rinishda yozsak, ikkalovini ham 6 ga bo'lib olsak bo'ladi. 18 ni 6 ga bo'lsak 3, 30 ni 6 ga bo'lsak 5 bo'ldi. Shu bilan qizil qalamni jami qalamga nisbati 3 ga 5 nisbatda javobimiz chiqdi. Hop, keyingi 3-chi misolimiz. Maktab faollar zalida bir qancha bola bor. Zaldagi o'g'il bolalar soni qiz bolalar sonidan, o'g'il bolalar soni qiz bolalar soniga qaraganda 16 nafarga ko'p ekan. O'g'il bolalar ko'p ekan. Ularni o'zaro nisbati 5 ga 3 nisbatda. Ya'ni o'g'il bolalar 5, qizlar 3 nisbatda. Faollar zalida necha nafar qiz bola bor? Hop, bizga umumiy nisbat berilgan, o'g'il bolalarning qizlarga nisbati 5 ga 3 nisbatda va bizga berilgan ikkalovini ham soni noma'lum. O'g'il bolalar nechtaligini ham bilmaymiz, qiz bolalar nechtaligini ham bilmaymiz. Faqat o'g'il bolalar qizlardan ko'ra 16 taga ko'pligini bilamiz. Hop, mana bunaqa rasm sifatida chizib olib topib olishimiz oson. O'g'il bolalarning nisbati 5 edi, 5 ta katta, qizlarniki 3 edi, 3 ta katta. Demak, o'g'il bolalar 2 ta kattaga ko'proq-ku, shu 2 ta kattaga ko'prog'i 16 taga ko'p deyapti. Demak, 2 bo'lak ko'pi 16 ta bo'lsa, har bitta bo'lagi nechtaga ko'p deganini topish uchun 16 ni 2 ga bo'lib oldik. 8 chiqdi. Demak, har bitta bo'lagimiz 8 ta bolaga to'g'ri kelar ekan mana bu yerga. Ya'ni har bitta bo'lagimiz 8 dan ekan. Endi bizdan so'raganda faollar zalida necha nafar qiz bola bor? Qiz bolalar 3 bo'lak edi. 8 ni endi 3 ga ko'paytirdik. 24 chiqdi javobimiz. Demak, 24 ta qiz bola bor ekan. 4-inchisi, Sarvar va Farhod 21 ming so'mni 2 ga 5 nisbatda bo'ldi. Sarvar Farhoddan qancha kam pul olgan? Hop, Sarvar 2, Farhod 5 nisbatda bo'lib olishdi 21 ming. Общий 21 ming, mana hop, Sarvarga 2 ta bo'lak, Farhodga 5 ta bo'lak degan. Hop, общий 21 ming. Hop, farqini so'rayapti. Farhodning puli Sarvarning pulidan qancha ko'p? Ya'ni Farhodning ham pulini topib olishimiz kerak. Sarvarning ham pulini topib olishimiz kerak va uni ayirishimiz kerak. Hop, endi nima qilamiz? Общий 21 ming so'm bo'lsa, общий nechta bo'lak? 1 2 3 4 5 6 7 ta bo'lak.
21 mingni 7 bo'lakka bo'lsak 3 mingdan chiqdi. Demak, har bitta bo'lagimiz 3 mingdan ekan. Endi ayirmasi nechta bo'lak? Farhodniki 5 ta bo'lak edi. Sarvarda 2 ta bo'lak, 5 ta bo'lakdan 2 ta bo'lakka ayirsak, 3 ta bo'lak farq qilyapti, to'g'rimi? Farhodni puli 3 bo'lak ko'proq Sarvardan. 3 bo'lak ko'p degani 3 bo'lakni 3000 so'mga ko'paytirsak, har bittasi 3000 dan degani edi-ku. 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9000 bo'ldi. Demak, Farhodning puli 9000 so'm ko'proq ekan. 5-inchisi. 3 nafar bola ota-onasi bilan konsertga bordi. Kattalar chiptasi narxini bolalar chiptasi narxiga nisbati 5 ga 3 nisbatda. Kattalarniki mana 5 ta bo'lak, bolalarniki 3 ta bo'lak. Ota barcha chiptalar uchun 76 ming so'm to'lagan bo'lsa, kattalar chiptasini narxini toping. Demak, 3 nafar bola ota-onasi bilan borgan. Demak, 3 ta bolaga to'langan, 3 ta bolalar uchun 3 nisbatda 3 ta bo'lak edi-ku, 3 ta bola mana 3 ta 3 bo'lakli chizib olingan va ota-ona kattalar, to'g'rimi? 5 ta bo'lak nisbatda pul to'langan. Hop, 5 ta bo'laklikdan 2 ta chizilgan otasiga va onasiga. Shu hammasiga mana umumiy hisobda 76 ming so'm sarflanibdi. Endi nima qilishimiz kerak? Kattalar chiptasining narxini topishimiz kerak. Bu yerda ham xuddi shu общий 76 ming bo'lsa, общий bo'laklar sonini hisoblaymiz. Shu 76 mingni o'sha bo'laklarga bo'lib yuboramiz, bo'laklar soniga bo'lib yuboramiz. Shunda har bitta bo'lakka necha pul so'm to'g'ri kelayotganini topsa bo'ladi. Hop, mana bu yerda 3 ta 9 ta bo'lak bor, bu yoqda 5 ta 5 ta 10 ta bo'lak bor. Hop, 10 ga 9 19 ta bo'lak bor. 76 mingni 19 ta bo'lakka bo'lsak 4000 so'mdan kelib chiqar ekan. Demak, har bitta bo'lakka 4000 so'mdan to'g'ri kelar ekan. Hop, kattalar chiptasini narxini topish uchun ularda kattalar chiptasida narxida 5 ta bo'lak bor. 5 ta bo'lakni 4000 so'mga ko'paytirsak mana 20 ming so'm chiqdi. Demak, kattalar chiptasini narxi, biletini narxi 20 ming so'm ekan. Hop, keyingisi, Jamilada Yunusdan 4 marta ko'p pul bor. Jamilada Yunusning pulidan 21 ming so'm pul bor. Hop, bu yerda nisbat ko'rinishda emas, 4 marta ko'p pul bor ko'rinishda berilyapti. Lekin shu nisbat degan 1 ga 4 deganida. Hop, Jamilada pul ko'p, Yunusda 4 marta kam. Demak, Yunusda bitta bo'lak bo'lsa, Jamilada 4 ta bo'lak deganida, men chizib olsak. Hop, farqi berilgan. Yunusning pulidan ko'ra Jamilada 21 ming so'm ko'p. Mana bu farqi, ya'ni Jamilada 3 ta bo'lak ko'proq-ku Yunusdan ko'ra, to'g'rimi? Shu 3 ta bo'lak farqi 21 ming so'm ekan. Hop, biz endi Jamiladagi pulni Yunusdagi pulga nisbatini topishimiz kerak. Uning uchun nisbatini topish uchun o'zi Jamilada nechta bor, nech pul bor va Yunusda nech pul borligini topib, keyin nisbatini topamiz. Yoki mana 4 marta ko'p pul bor deganidan ham kelib chiqib yozib qo'ysak bo'lar ekan. Jamiladagi pul miqdori Yunusdagi pul miqdoriga nisbati mana 4 bo'lakka 1 bo'lak, ya'ni 4 ga 1 nisbatda. Endi ularning ikkalasida qancha pul bor? Hop, buni topish uchun, umumiysini topish uchun biz umumiy topishimiz kerak. Hop, bitta bo'lakda nechta pul borligini topib olamiz. Mana bu farqimiz 21 ming so'm 3 ta bo'lakka to'g'ri kelyapti. Shu 21 ming so'mni 3 ga bo'lib olamiz. Har bitta bo'lagimiz 7 mingdan ekan. 7 mingdan. Demak, Jamilada 4 ta bo'lak bor, Yunusda bitta bo'lak bor, umumiy 5 ta bo'lak bor. 5 ta bo'lakni 7 mingga ko'paytirsak 35 ming so'm. Ya'ni umumiy pul 35 ming ekan. Mana. Shu bilan 6-misolimiz tugadi. Keyingisi, juftlikda ishlang, matnli masalalarni birgalikda yeching. Birinchisi, guldastada 15 ta atirgul va 12 ta lola bor. Guldastadagi atirgullar sonini lolalar soniga nisbatini toping va qisqarma shaklda ifodalang. Hop, atirgulni lolaga nisbatini toping deyapti. Birinchi atirgul aytyapti. Birinchi atirgullar sonini yozamiz 15, keyin lolalarning sonini yozamiz 12. Hop, buni qisqarma shaklda keltiramiz. Ya'ni 15 bilan 12 ikkalovi ham necha songa bo'linadi. Hop, masalan 15 bilan 12 ikkalovi 3 ga bo'linadi. 15 ni 3 ga bo'lsam 5, 12 ni 3 ga bo'lsam 4. Bundan boshqa qisqarmaydi. Hop, 5 ga 4 nisbatda ekan atirgulli lolalar soniga nisbat. Keyingisi, 5 litr suvga 2 litr sharbat qo'shib ichimlik tayyorlandi. Shunday ichimlik tayyorlash uchun 40 litr suvga qancha sharbat qo'shish kerak?
Hop. 5 ga 2 nisbatda suv qo'shishimiz kerak ekan. 5 litr sharbatga 2 litr suv. Juda ham anu kompot tayyorlanayotgan bo'lsa yoki sok tayyorlanayotgan bo'lsa, quruq o'sha olmani sokini, olmani o'zini ezib yoki nima deymiz, apelsinni o'zini ezib sok qilsak, juda ham anu o'tkirroq yoki shirinroq bo'lib ketishi mumkin. O'shani oldini olish uchun ozgina baribir suv qo'shish kerak. Shunda normal, yaxshi ichishga anu qulay sharbat hosil bo'ladi. Shuning uchun 5 litr asl mevani sokiga 2 litr suv qo'shishimiz kerak ekan. Endi biz 5 litrlab maydalashib o'tiramiz, ham ishlab chiqarishda katta litrlar ketadi, to'g'rimi? Masalan, 40 litr. 40 litr suv. Uzr. 5 litr suvga 2 litr sharbat ekan. 2 litr sharbatga 5. Hop, demak 5 litr suvga 2 litr sharbat qo'shsa normalniy bo'lib qolar ekan. Hop, endi 40 litr suvga qancha qo'shishimiz kerak? 40 litrga ham shu 5 ga 2 nisbatda qo'shishimiz kerak-da. Mana suvimiz 5 litr edi, sharbatimiz 2 edi. Endi suvimiz 40 bo'lib qoldi. Mana 40. Birinchi yozganimiz suv. Mana bu sharbat. Mana 40 litr suvga necha litr sharbat qo'shish kerak? Hop, 5 litr suvimiz 40 bo'lib qoldi. Qanaqa qilib 40 bo'ldi? Nechiga ko'paytirsak 40 bo'ladi? Qonuniyatni topib olamiz. 5 ni 8 ga ko'paytirsak 40 bo'ladi. Demak, necha litr sharbat qo'shishni topish uchun ham sharbatning nisbatini 8 ga ko'paytirishim kerak. 2 ni 8 ga ko'paytirsam 16 bo'ladi. Demak, 40 litr suvga 16 litr sharbat qo'shsak, o'shanda yaxshi tayyor mahsulot bo'ladi. Hop, keyingisi maktabda 160 nafar o'g'il bola bor. Ularning sonini qiz bolalar soniga nisbati 2 ga 3 nisbatda ekan. Demak, o'g'il bolalarniki hop 2 nisbat, bu o'sha 160 degani. Qiz bolalarniki 3 nisbat, uni bilmaymiz. Hop, qiz bolalar necha nafar? Hop, mana o'g'il bolalarniki 2 ta bo'lak ekan. Mana shu 2 ta bo'lak общий 160 ta ekan. Qiz bolalarniki 3 bo'lak ekan. Ya'ni qizlar ko'proq ekan. 3 bo'lak, 3 nisbatda endi. Hop, endi har bitta bo'lak topib olish uchun 2 ta bo'lak o'g'il bolalar 160 ta bo'lsa, 160 ni 2 ga bo'lsak 80 bo'ladi. Demak, har bitta bo'lagimiz 80 ta bola degani ekan. Hop, qizlarda ham demak 3 ta bo'lak bo'lsa, 3 ta 80 ta degani. Demak, qizlarni hamma sonini topish uchun 80 ni 3 ga ko'paytiramiz, 240 bo'ladi. Demak, qiz bolalar necha nafar? 240 ta ekan qizlar. Keyingisi maktabda necha nafar o'quvchi bor? Endi umumiy sonni, summasini so'ratadi. Summa anaqa qilib belgilaymiz, bilsanglar kerak. 160 ta o'g'il bolalar berilgan, 240 ta qizlarni topdik. Общий topishni qo'shib yuboramiz umumiy sonini. 160 ga 240 necha bo'ladi? 400 nafar ekan. Umumiy o'quvchilar soni 400 ta ekan. Keyingi misolimiz. Ota yoshini o'g'il yoshiga nisbati 7 ga 3 ekan. O'g'il otasidan 24 yoshga kichik. Otani yoshini toping. Yana o'sha bo'laklardan mana. Otasiniki 7 ta bo'lak. Osonroq bo'ladi. 7 ta bo'ldi. Hop, o'g'ilniki 3 bo'lak. Mana. Hop, o'g'il otasidan 24 yoshga kichik. Mana bu o'g'li otasidan ko'ra, mana otasida 4 ta ortiqcha bo'lagi bor, to'g'rimi? O'g'il shu 4 ta bo'lak kam, o'g'ilda shu 4 ta bo'lak yetmayapti otaning yoshiga yetish uchun. Mana 4 ta bo'lak farqi, otasida 4 bo'lak ko'proq. Shu farqi 24 yosh ekan. Otaning yoshini toping. Otaning yoshini topish uchun demak, har bitta bo'lak necha yosh deganini bilib olib, shu otada 7 bo'lak edi, 7 ga ko'paytirib olamiz. Buning uchun 4 ta bo'lagimiz 24 bo'lsa, 24 ni 7 ga bo'lamiz. 4 ga bo'lamiz. 4 ta bo'lak-ku 6 bo'ladi. Demak, har bitta bo'lagimiz 6 yosh degani ekan. Demak, otada umumiy hisobda 7 ta bo'lak bor edi. Shuning uchun 7 ta bo'lakni 6 yoshga ko'paytirib chiqsak, necha bo'ladi? 42 yosh bo'ladi. Demak, otaning yoshi 42 da ekan. Bajaring va o'rganing matnli masalani yechish. Bayram tadbirdagi o'g'il bolalar soni qiz bolalar soniga nisbati 3 ga 2 nisbatda. Tadbirda jami 125 nafar bola ishtirok etmoqda. Tadbirdagi qiz bolalar sonini toping. Hop, jami 125 bo'lsa, o'zi nisbati 3 ga 2 nisbatda. Demak, umumiy qo'shib yuboramiz, 3 ga 2 ni qo'shamiz, 5 nisbat.
125 umumiy nisbatlarga 5 ga bo'lib yuboramiz. Hop, necha bo'ladi? 25 bo'ladi. Qiz bolalarni topish uchun qiz bolalarning nisbati 2 edi. Demak, shu 25 topganimizni 2 ga ko'paytiramiz, 50 bo'ladi. Demak, 50 ta ekan qizlar. Hop, keyingisi 15 ta shar 1 ga 4 nisbatda ikkita qutiga solindi. Demak, bitta qutiga bitta shar solingan bo'lsa, ikkinchi qutiga 4 ta solindi. Keyingi yana birinchi qutiga yana bitta shar solingan bo'lsa, ikkinchi qutiga yana 4 ta solindi. Ya'ni birinchi qutidan ko'ra ikkinchi qutidagi sharlar soni 4 marta ko'p, deymi? 1 ga 4 nisbatda. Har bir qutidagi sharlar sonini toping. Buning uchun nima qilamiz? Umumiy nisbatni demak 1 ga 4 qo'shib yuboramiz. 15 bo'lamiz 5 ta nisbatga. 15 ga 5 ga bo'lsak 3. Demak, har bir nisbat 3 degani ekan. Demak, har bir qutidagi sharlar sonini toping. Birinchi qutida 1 nisbat edi. O'sha 1 ni 3 ga ko'paytiramiz. 3 ta shar degani. Hop, ikkinchi qutida 4 nisbat edi. 4 ni 3 ga ko'paytiramiz. Mana har bitta nisbat 3 degani-yu 12 bo'ladi. Hop, birinchi qutida 3 ta, ikkinchisida 12 ta ekan. Keyingi misol, Mahmud yoshini Anvar yoshiga nisbati 3 ga 5. Anvar Mahmuddan 14 yosh katta. Mahmud necha yoshda? Hop, Mahmudga 3 nisbat ekan mana. Tasavvur qilish uchun. Mahmud. Hop, Anvarniki 5 nisbat ekan. Hop, Anvar ikkita bo'lakka ko'pdi, ikkita nisbatga ko'p. Mahmuddan 14 yosh katta Anvar. Mana shu ikkita nisbatimiz 14 degani ekan. Shu ikkita bo'lagimiz ortiqcha ko'proq Anvardagi ortiqcha ko'proq ikkita bo'lagimiz 14 degan bo'lsa, har bittasi necha deganini topish uchun 14 ni 2 ga bo'lamiz, 7 bo'ladi. Demak, har bitta bo'lagimiz 7 degandan ekan. Keyingi savol, Mahmud necha yoshda? Mahmudda 3 ta bo'lak bor. Mahmudning yoshini topish uchun 3 ta bo'lagimizni 7 ga ko'paytiramiz. Har bir bo'lak 7 dan edi-ku. Hop, 21 bo'ladi. Mahmud 21 yoshda ekan. Keyingisi, Aziz va Rahim tog'asi bergan pulni 4 dan 7 nisbatda bo'lishib oldi. Rahim Azizdan 6000 so'm ko'proq pul oldi. Rahim qancha pul olgan? Hop, yana shu hop, bu yerda asosiysi qaysi nisbat kimga tegishliligi? Birinchi Aziz aytilyapti. Demak, Azizda 4 bo'lak, Rahimda 7 bo'lak bor ekan. Hop, Azizda 4 bo'lak. Hop, Rahimda 7 bo'lak ekan. 4 ta va yana 3 ta ko'proq. Hop, Rahim Azizdan 6000 so'm ko'p pul oldi. Mana shu ko'proq bo'lagi, 3 ta bo'lagi shu 6000 ekan. Hop, 6000 ni 3 ga bo'lsak necha bo'ladi? 2000 bo'ladi. Har bitta bo'lak 2000 dan degani ekan. Demak, Rahimda qancha pul borligini topish uchun Rahimda 7 ta bo'lak bor. O'sha 7 ta bo'lakni 2000 ga ko'paytiraman. 14000 bo'ladi. Rahimda. Keyingisi 5-misolimiz. 42 cm uzunlikdagi tasma 3 ga 7 nisbatda ikkita bo'lakka bo'lindi. Tasmaning uzunroq qismi uzunligini toping. Hop, 42 cm общий demak 3 bilan 4 ida 7 ta nisbatga 7 ta bo'lak bo'lyapti-da, 7 ga bo'lib olamiz 6 bo'ladi. Har bitta bo'lagimiz 6 cm dan degan ekan. Hop, uzunrog'ini toping. Uzunrog'ida 4 ta bo'lak bor. Demak, shu 6 ni ko'paytiramiz 4 bo'lakka 24 cm bo'ladi. Keyingi misolimiz. Hop, 6-misol, sotib olingan har 5 ta ko'k ruchkaga 2 ta qizil ruchka qo'shib beriladi. Agar 20 ta ko'k ruchka sotib olinsa, nechta qizil ruchka beriladi? Qizil ruchkalar sonini olingan jami ruchkalar soniga nisbati qanday? Hop, har 5 ta ruchkaga 2 ta qo'shib berilyapti. 5 ta emas, 20 ta olinsa, nechta qo'shib beriladi? 5 20 bo'ldi. 5 20 bo'lishini 4 ga ko'paytirish kerak. Demak, buni ham 2 ni ham 4 ga ko'paytiraman, 8. Demak, 20 ta ko'k ruchka olinsa, 8 ta qizil ruchka qo'shib beriladi. Va umumiy hisobda nechta ruchka olgan bo'ladi odam? 28 ta olgan bo'ladi. 20 ta ko'kka tekin yana 8 ta qizil ruchka olyapti-da.
Hop, birinchi topshiriq demak qizil ruchkalar sonini olingan jami ruchkalar soniga nisbati. Qizil mana 8 ta qo'shib berilgandi. Hop, jami 28 bo'ldi. Buni qisqartirib 2 ga 4 ga qisqartirsak ham bo'ladi. 8 ga bo'lmaydi. 8 ni 4 ga bo'lsam 2, 28 ni 4 ga bo'lsam 7. Mana qizil ruchkani jami ruchkaga nisbati qisqarmas shaklda 2 ga 7 nisbatda. Keyingisi nechta qizil ruchka qo'shib berilgan? 8 ta qo'shib berilgan. Buni topdik javobni. Ko'k 8 ta deb qo'ya qolaylik. Ko'k ruchkalar qizil ruchkalardan nechta ko'p? Ko'k ruchka 20 ta olinganda 8 ta qizil ruchkalar nechtaga ko'pligini topish uchun farqini topish kerak, ayirish kerak. 20 dan 8 12 ta. Demak, ko'k ruchkalar 12 ta olindi. 12 taga ko'proq qizildan ko'ra. Hop, 7-misolimiz. Sitora o'zidagi tugmalarning rangini ko'rsatish uchun ustunlik diagramma chizdi. Hop, lekin u ko'k tugmalar sonini ko'rsatuvchi ustunni chizishni unutdi. Sitoraning tugmalari mana. Qizil tugmalari soni 70 bilan 80 ning o'rtasida, demak 75 ta ekan, yashil tugmalari 30 bilan 20 ning o'rtasida, demak 25 ta ekan, ko'ki noma'lum. Hop, yashil tugmalar sonini qizil tugmalar soniga nisbati qanday? Yashilni qizilga nisbati 25 ni 75 ga nisbati kabi. Hop, 25 ham 75 ham 25 ga bo'linadi. 25 ni 25 ga bo'lsam 1, 75 ni 25 ga bo'lsam 3. Demak 1 ga 3 nisbatda. Yashil tugmalar sonini ko'k tugmalar soniga nisbati 5 ga 7 bo'lsa, hop, yashilniki 5. Mana yashilniki 5, ko'kniki 7. Hop, yashil 25 ta-ku aslida. Bo'lsa, demak 5 25 bo'lish uchun 5 ga ko'paytirildi. Demak 7 ni ham 5 ga ko'paytiramiz, 35 bo'ladi. Demak ko'kimiz 35 ta deb turinglar, hozircha mamnundor ekan. 35 ta. Mana 5 ga 7 bo'lsa, sitorada nechta ko'k tugma bor? Ko'k tugmalar soni 35 ta ekan. 35 ta bor ekan. Agar 5 ga 7 bo'lsa, qizil tugmalar sonini jami tugmalar soniga nisbati qanaqa? Qizilniki 75 ta. Hop, jami qancha bo'ldi? 75, 25, 35. Hop, 75 ga 25 qo'shsa 100, yana 35 qo'shsa 135. Hop, buni qisqartirib olsa bo'ladi. 135 25 ga bo'lmaydi, 5 ga bo'linadi. Hop, 27 15. Hop, 15 ga bo'lsak bo'lar ekan. 75 ni 15 ga bo'lsak 5. Hop, 135 ni 15 ga bo'lsak 9. Demak, qizil tugmalarni jami tugmalar soniga nisbati 5 ga 9 nisbatda ekan. Hop, 8-si Farruh amaki va turmush o'rtog'i 2 nafar farzandini hayvonot bog'iga olib bordi. Hayvonot bog'iga kirish uchun kattalar chiptasi narxini bolalar chiptasi narxiga nisbati 2 ga 1. Ya'ni kattalar uchun 2 marta ko'proq pul to'lanar ekan bolalarga nisbatan. Hop. Farruh bu degani, men xalidagi rasm chizib olamiz. Kattalarga 2 bo'lak bilet sotib olish kerak. Otasi, onasi, keyin 2 ta bolasi, 2 ta nafar farzandiga bir bo'lakdan to'laydi. Ya'ni umumiy shuncha bo'lak pul bo'ldi. Farruh amaki bitta kattalar chiptasi narxiga nechta bolalar chiptasini sotib olishi mumkin? Hop, mana bitta kattalarga 2 ta bo'lak ketadi. Bolalarnikini mana katta bu bolalarniki. Bolalari uchun bitta bo'lak kerak, to'g'rimi? Demak, ko'rib turibmizki, bitta kattalarni chiptasining narxiga 2 ta bolalarning chiptasini sotib olsa bo'ladi. Hop, javob 2 ta bolalarnikini sotib olsa bo'ladi. Keyingisi Farruh amaki chiptalar uchun jami 96 ming so'm to'ladi. Bitta bolalar chiptasi narxi qancha? Hop, umumiy 96 ming ketgan bo'lsa, nechta bo'lak bor? 1 2 3 4 5 6. Hop, 96 mingni 6 ga bo'lamiz. Hop, 16 mingdan bo'ladi. Hop, har bitta bo'lagimiz 16 mingdan degani-da shunda.
Demak, bolalar uchun 16 mingdan kerak, kattalar uchun 2 marta ko'p, ya'ni 32 mingdan kerak ekan. Hop, javobimiz bitta bola uchun chipta narxi qancha? Bitta bola uchun chipta narxi 16 ming so'm. Javobimiz. Hop, endi mashq daftarini 183-betiga o'tamiz. Ikkita miqdor nisbatiga doir matnli masalalar, 7-topshiriq. Matnli masalalarni yeching. Birinchi misolimiz. Masalamiz. Akmaldagi qizil sharlar sonini ko'k sharlar soniga nisbati 5:6. Demak, qizil sharlarni ko'k sharlarga nisbati qizil, ko'k 6:5 ekan. Hop. Unda 24 ta qizil shar bor. Qizildada ham 6 ni o'rnida 24 ta ekan. Hop, akmanda nechta ko'k shar bor? Hop, qizilni o'rnida 24 ta bo'lsa, 6 ni o'rnida 24 ta bo'lsa, bu 6 24 bo'lishi uchun 4 ga ko'paytirish kerak. Demak, 5 ni ham 4 ga ko'paytiramiz, 20 bo'ladi. Demak, ko'k sharlarimiz 20 ta ekan. Unda jami qancha shar bor? 24 ta qizil, 20 ta ko'k bo'lsa, qo'shib olsak 44 ta bo'ladi. Jami 44 ta. Ham yoniga ta deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. 20 ta, 44 ta. Hop. Keyingisi, maktabdagi har 7 o'quvchidan 4 nafari teatrga bordi. Har 7. Bu shu ham nisbatda endi. Mana 7 tadan 4 tasi, 7 ga 4 nisbatda teatrga borishdi. Maktabda 35 nafar o'quvchi bor. Mana umumiysi 7 ni o'rnida 35 ekan. Shundan nechtasi teatrga bordi? 7 35 bo'lib qoldi. Demak, 7 35 bo'lish uchun 5 ga ko'paytirilishi kerak. Demak, 4 ni ham 5 ga ko'paytiramiz, 20. Demak, 7 tadan 4 tasi teatrga borsa, bu degani 35 tadan 20 tasi teatrga boradi degani ekan. Javobimiz 20 tasi teatrga borgan. Rustamdagi pullar Saiddagi pulga nisbati 7 ga 5 nisbatda, ularning pullari farqi shuncha. Demak, Rustamni Saidga nisbati 7 ga 5 nisbatda ekan. Farqi, ya'ni 7 ta bo'lak, bunda 5 ta bo'lak. Demak, 2 ta bo'lagimiz farq qilyapti-ku, 7 ta bo'lakdan 5 ta bo'lakka ayirsa 2 ta bo'lak, to'g'ri? O'shani 2 ta bo'lagimiz 46 ming degan ekan. Bu degani bitta bo'lagimiz 46 ming 2 ga bo'lsak 23 ming degani. Har bitta bo'lak 23 ming degani. Rustamda qancha pul bor? Rustamda 7 ta bo'lak pul bor edi. Shuning uchun 7 ta bo'lakni har bitta bo'lagimiz 23 mingdan bo'lsa 23 mingga ko'paytiramiz 7 ni. 7 kere 23 ming nechi bo'lar ekan? 140, 21, 161 bo'lar ekanda. 161 ming so'm bo'lar ekan. Rustamda shuncha pul bor ekan. Hop, 84 gacha edi, 88 gacha. 8-topshiriq. Matnli masalalarni yechish. Firdavsdagi pulni Asaddagi pulga nisbati shuncha. Demak, Firdavsdagi pulni Asaddagi pulga nisbati 2 ga 3 nisbatda ekan. Humoyunda Firdavs va Asadni jami pulidan 2 marta ko'p pul bor. Humoyunda, mana Humoyunda. Hop, Firdavs puliga Asad pulini qo'shar ekanmiz-da va shuni yana 2 ga ko'paytirsam, o'shanda Humoyun puli kelib chiqargan. 2 marta ko'p, birinchi qo'shib, yana 2 ga ko'paytirsa shuncha chiqargan. Asadda 27 ming bor ekan. Mana Asadda 3 nisbat degani 27 ming ekan. Humoyunda Firdavsdan qancha ko'p pul bor? Demak, Humoyun pulidan Firdavs pulini ayirib javobini topishimiz kerak ekan. Hop, demak, qaranglar. Hop. Firdavsda 2 ta bo'lak bor edi. Asadda 3 ta bo'lak bor. Ularni qo'shsak, mana bu yerda qo'shilyapti-ku. Hop, qo'shsak 5 ta bo'lak bo'ladi. 5 ta bo'lakni yana 2 ga ko'paytirsak 10 ta bo'lakda endi. Hop, Asaddagi 3 ta bo'lak 27 ming degani, 27 mingni 3 ga bo'lsak 9 mingdan bo'ladi. Demak, har bir bo'lagimiz 9 ming degani ekan. Endi Humoyunda 10 ta bo'lak bor. 10 ta bo'lak ayiramiz. Ana Firdavsdagi bo'laklarimizni 2 ta bo'lak. 8 ta bo'lak ko'proq degani ekan.
Demak, Humoyun pulidan Firdavs pulini ayirsak 8 ta bo'lak chiqdi. 8 ta bo'lak degani 8 ta 9000 so'mlik degani. 8 ta 9000 so'm degani 8 kira 9 necha edi? 72 mingmi? 72 ming bo'ladi. So'm. Javobimiz Humoyun Firdavsdan ko'ra 72 ming ko'proq puli bor. Humoyunda 72 ming degani emas, 72 ming ko'proq. Bunda Humoyunda nech pul bor, Firdavsda nech pul bor, keyin ularni ayirmasini topib o'tirmadim-da. Bo'laklari berilgan-ku bizda. Firdavsda 2 ta bo'lak, Asadda 3 ta bo'lak, keyin Humoyunda 10 ta bo'lakligini topib oldim. 10 ta bo'lakdan Firdavsdagi 2 ta bo'lakni ayirib tashladim. Demak, Humoyun Firdavsdan ko'ra 8 ta bo'lak ko'proq puli bor ekan. To'g'rimi? Bizga qancha ko'proq degani kerak. Shuning uchun sirazu shuni topib ola qoldi. Alohida nech puli bor topib o'tirmadim. Vaqt sarflamaslik uchun. Hop. Keyingisi Akmal pulini Jasur puliga nisbati 5 ga 9 nisbatda ekan. Shuncha pul nisbati ehson berishdi. Ya'ni masalan, Akmal 5000 bergan bo'lsa, Jasur 9000 berdi. Akmal 500 dollar bergan bo'lsa, Jasur 900 dollar ehson berdi deganida endi. Endi Akmal 40 ming so'm ehson qildi. Akmalga bergan 5 nisbati bu 40 ming degani ekan. Jasur Akmaldan qancha ko'p ehson berdi? Hop, Jasur bo'lagidan Akmal bo'lagi nechta ko'p deyapti? Jasurda 9 ta, bunda 5 ta. 9 ta bo'lakdan 5 ta bo'lakni ayirsam 4 ta bo'lak chiqadi. Endi Akmaldagi ehson puli 40 ming degani bu 5 nisbatda edi. 40 mingni 5 ga bo'lib olaman. Har bitta bo'lagimiz nech pul deganini topish uchun bu Jasurda nechi degani topib o'tirmaymiz. 40 mingni 5 ga bo'lamiz, 8 ming bo'ladi. Har bir bo'lagimiz 8 ming degan ekan. Jasur ehsoni Akmal ehsondan ko'ra 4 ta bo'lakka ko'proq ehson qildi. 4 ta bo'lak degani 8 mingdan 4 ta degani. 4 kira 8 ming degani. Bu degani 4 kira 8 ming necha edi? 32 ming degani. Demak, 32 ming ko'proq ehson qildi Jasur. Keyingisi Kamola va Donodagi pullar 7/5 nisbatda. Kamolanikini Donoga nisbati 7/5 nisbatda ekan. Donoda Kamolanikidan 10 ming so'm kam pul bor. Mana bu demak Donoda 10 ming so'm kam degani. Nechta bo'lak kam edi o'zi? 7 dan 5 ayirsak 2 ta bo'lak degani, to'g'rimi? 2 ta bo'lagimiz shu 10 ming so'm degan ekan. Demak, har bitta bir bo'lagimiz 5 ming so'm degani, to'g'rimi? 10 mingni 2 ga bo'lsak, har bir bo'lagimiz 5 ming degani. Donoda qancha pul bor? Donoda 5 ta bo'lak bor edi. 5 ta bo'lakni ko'paytiraman 5 ming so'mga. Har bitta bo'lagimiz 5 ming so'mdan degani edi. 5 ming kira 5 25 ming. Donoda 25 ming bor ekan. 4-chi. 5 yil oldin Sardor amaki yoshini Aziz amaki yoshiga nisbati, demak, Sardor amakini Aziz amakini yoshiga nisbati 3 ga 4 nisbatda ekan. Va Sardor amaki Aziz amakidan 12 yosh kichik edi. 12 yosh kichik edi, har doim 12 yosh kichikni bo'lib qoladi. 10 yildan keyin ham, to'g'rimi? Ya'ni Sardor amakini 3 ta bo'lak yoshi, Aziz amakida 4 bo'lak yoshi bor. Demak, farqi necha bo'lyapti? 1 bo'lak bo'lyapti, to'g'rimi? 4 dan 3 ayirsak 1 bo'lak farq bor. O'sha farqi 12 yosh ekan. Hozir Aziz amaki necha yoshda? Xo'p, endi o'sha paytdagi Aziz akani yoshini topamiz. Har bir bo'lagimiz 12 yosh bo'lsa, 4 ni 12 ga ko'paytiramiz, 48 bo'ladi. Bu 5 yil oldin deyapti. 5 yil oldin shu 3 ga 4 nisbatda edi. Ya'ni Aziz akani yoshi 5 yil oldin 48 yosh edi. Endi hozir topish uchun bu 48 yoshga yana 5 yilni qo'shamiz deb, hozir necha yoshni topish uchun. 48 ga 5 qo'shsak 53 yosh bo'ladi.
Demak, Aziz amaki desak ham bo'lar ekan, Aziz akamiz 53 yoshdalar hozir. Hop, keyingisi Akmalning vazni 31 kilo, Abdullaning vazni undan 10 kilo og'irroq. Demak, Akmalniki 31 bo'lsa, Abdullaniki AB deb qo'ydim. 10 kilo og'ir bo'lsa 41 kiloda. Abdulla vaznini ularning umumiy vazniga nisbatini toping. Hop. Abdullanikini umumiy summa, ularning общий massasiga nisbatini toping. Abdullaniki 41 edi. Ularning umumiysi 31 ga 41 ni qo'shib olsak 72 bo'ladi. Ya'ni qisqartirib olamiz ham 42 bilan 72 masalan eng kamida 2 ga bo'linadi. 42 bilan 72 ni 2 ga bo'lsam 21 ga 36 deganim. Hop, yana dalshi 21 bilan 36 7 ga 2 kilo bo'linmaydi. Hop, 3 ga bo'lamiz. 21 ni 3 ga bo'lsak 7, 36 ni 3 ga bo'lsak 12. Mana oxirgi qisqarma shakliga keldi. Abdullani umumiy ularni ikkalovini Akmal bilan o'rtog'i bilan umumiy vazniga nisbati 7 ga 12 ga teng ekan. Kutubxonada ertak kitoblar sonini boshqa kitoblar soniga nisbati. Hop, ertak kitoblar sonini umumiy boshqa summa hamma kitoblarni qo'shgandagi soniga nisbati ertak 9 ga 4 ekan. Voy, bu ertak kitoblar yaxshi ko'p ekanda. Hop. Ularning miqdoridagi farq 245 ta. Mana bu 9 ta bo'lak, bu 4 ta bo'lak, farqi necha bo'lyapti? 9 dan 4 ayirsak 5 bo'lak bo'lyapti. Mana shu 5 bo'lak degani B deb qo'yib, mana shu 5 bo'lak 245 ta ekan. 245. Kutubxonada nechta ertak kitob bor? Mana ertak kitob degani o 9 ta bo'lak degani bitta bo'lak nechta kitobligini bilib olib 9 ga ko'paytiramiz. 5 ta bo'lak 245 ta bo'lsa, bitta bo'lak qancha bo'ladi? 245 ni 5 ga bo'lish kerak bo'ladi. 200 ni 5 ga bo'lsak 40 bo'ladi. 45 ni 5 ga bo'lsa 9, 49 ekan. Endi ertak kitoblar degan 9 ta bo'lak degani 9 tani 9 bo'lakini 49 ta har bir bo'lagi 49 ta ko'paytirsak 9 kere 49 81 ga 40 kere 9 360 360 ga 81 441 adashmanimi? To'g'rilab olarsizlar adashsam. 441 ta ertak kitob bor ekan. Uzunligi 72 sm bo'lgan ip 2 bo'lakka bo'lindi. Hop, birinchisi demak общий demak 72. Birinchi bo'lak 24. Demak kichkinaroq ekan, 2 ga bo'lindi mana bu yerda. Mana bu yog'i 24 ekan. Hop, uzun bo'lak uzunligini qisqa bo'lak uzunligining nisbatini toping. Hop, bu yog'i kichkina bo'lak 24 bo'lsa, uzun bo'lagi qancha bo'ladi? 72 dan 24 ayiramiz. Hop, necha bo'ladi? 72 dan 20 ni ayirsak 52, 52 dan 4 ayirsak 48. Endi uzun bo'lak uzunligini qisqa bo'lak uzunligini uzunni qisqaga nisbati topdi. Uzun bo'lakni qisqa bo'lakka nisbati bu 48 ni 24 ga nisbati kabi. Hop, 48 ham 24 ham bilasizlar necha bo'linadi? 24 ga bo'linadi. 48 ni 24 ga bo'lsak 2, 24 ni 24 ga bo'lsak 1. Demak 2 ga 1 nisbatda ekan. Mana bu uzun qismi qisqa qismidan 2 marta uzunroq ekan. Keyingisi x yuk y yukdan 2 marta og'ir. Mana bu bitta toshimiz bor. Mana bu yana bitta toshimiz bor. Bu x tosh, mana bu y tosh. Hop, bu 2 ga 1 nisbatda ekan. 2 marta og'ir degani 2 ga 1. Bu 1 kilo bo'lsa, mana bu 2 kilo deganida 2 marta og'ir. Y yuk Y yuk massasini Z yuk massasiga nisbati 1 ga 3 nisbatda. Endi mana bu yerda Z yukimiz ham bor ekan. Bu Y 1 bo'lsa, mana Y 1 bo'lsa, Z 3 ekan. Mana bu 3 ekan. Mana. Yuklarning umumiy massasi 24. Mana hammasini qo'shib chiqsa 24 ekan. Общий summa 24 kilo. X yukning massasini toping.
O'zi nechta bo'lak bor? 2 ta bo'lak, bitta bo'lak, 3 ta bo'lak. Hammasini qo'shsak 6 ta bo'lak bo'ladi. Shu 6 ta bo'lagimiz 24 kilo degan ekan. Demak, har bitta bo'lagimiz 24 ni 6 ga bo'lsak 4 kilo degani. To'g'rimi? Har bitta bo'lagimiz 4 kilodan degani ekan. Bizaga x yukni massasi kerak. X yuk degani 2 bo'lak degani. Demak, 2 bo'lakni ko'paytiramiz 4 kiloga. Har bitta bo'lagimiz 4 kilo degani edi. 4 kilo ko'paytirsa 8 kilo bo'ladi. X ni topamiz mana. Javob 8 kilo. X yukimiz. X yuk 8 kilo, Y yuk 2 marta kamroq, demak 4 kilo bo'ladi. Mana bu 8 kilo ekan. 8 kilo. Voy. Qarochida, bu 2 marta kam 4 kilo, ham 3 marta ko'p. Z yukimiz 12 kilo bo'ladi. 12 kilo. Hop, keyingi misolimizni demak keyingi videolarda ko'ramiz. Xayr, salomat bo'ling.